Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarni Samarqand shahridagi juda katta va qiziqarli magazin bilan tanishtirmoqchiman. Bu magazinda sizni hayron qoldiradigan narsa 100 mingdan ortiq tovarlar mavjud. Eng qizig'i, bu yerda narxlar juda ham arzon, faqat 40 ming so'mdan va 50 ming so'mdan sotiladi. Bu magazinda tovarlar to'g'ridan to'g'ri Xitoydan kirib kelgani uchun Xitoy narxida sotilmoqda. Narxi cho'ntagingizga hamyonbop va qulay. Masalan, oshxona jihozlari, mana bu sirli idishlar, kapgirlar, cho'michlar hammasi 30 ming, 50 ming so'mdan. O'qishga kerak bo'ladigan modniца qizlarimiz uchun chiroyli bloknotlar hammasi 40 ming, 50 ming so'mdan. Uyimiz uchun bezaklar uchun chiroyli gulli suvenirlar, turli xil chiroyli qizlarimiz uchun, modniца qizlarimiz uchun taroqlar hammasi 30 ming so'mdan. Uy bekalarimiz uchun ko'zni quvontiradigan, qamashtiradigan oshxona jihozlari, chinni idishlar, vazalar, turli xil idishlar hammasi 50 ming so'mdan. Bolajonlarimiz uchun bog'chaga, maktabga suv solib olib ketishlariga chiroyli termizlar hammasi 50 ming so'mlar. Rangini qaranglar. Shakli har xil, rang-barang, tanlashga ko'z qamashadi. Mana bu yerda zontlar, maktab bog'chalarga olib ketish uchun lunch boxlar, turli xil, usti ochiq, yopiq, hammasi 60 ming so'mdan. Turli xil o'yinchoqlar. Bu yerda bolajonlaringizni olib kelishga shoshilmang, chunki bolajonlar bu yoqqa kelsa o'zini yo'qotib keladi. O'yinchoqlarning turli tumanlarini qaranglar, hammasi 50 ming so'mdan. YouTube blogerlarida shunaqa videoda ko'rgandim. Zo'r narsa ekan. Olib kontent qilishga juda ham turli tuman narsalar ko'p ekan. Estetika sevadiganlar uchun chiroyli kartinalar, mehmonxona, zal, spalni, oshxonalarga hamma kartinalar 50 ming so'mdan. Diqqat savol, men bu nimaligini kim topadi? Xo'sh, nima ekan bu? Biz ham bilmadik nimaligini. Idishlarning turli tuman ko'pligini ko'rib ko'zlar qamashadi. Mehmonlar uchun juda ham chiroyli idishlar hammasi 50 ming so'mdan. Tova, ovqat pishirish uchun qozon, skоворodka, hamma narsa bor. Zubnoy shotka, pasta, gilamlargacha bor. Xullas, biz bu yerda ancha narsa olib kelib va arzonlashdik. Bir marta aylanib ko'rishingiz uchun arziydi azizlar. Sizlar uchun erinmay kontent qilganimga iltimos, like va yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Hammangizga rahmat.